Assalomu alaykum. Data ta'lim stansiyasini 3D Max bo'yicha intensiv video darsliklarini boshlaymiz. Bu darslar dataga arxitektura kursini imtihondan o'tish uchun mo'ljallangan darslar, shuning uchun ular qisqa qilingan. Ba'zi mavzularni tez o'tib ketadigan bo'lsa, mabodo tushunmaganingizda qaytadan ko'rib olishingiz mumkin. Xudo xolasa kurs boshlanganda 3D Max'ni o'zini to'liq yaxshilab o'rganamiz, xudo xolasa. Demak, 3D Max darslarini boshlaymiz. Hammaga omad. Bu 3D Max'imizning interfeysi. Meni interfeysim sizlarga ozgina farq etishi mumkin. Men buni o'zimga moslab to'g'rilab qo'yibman. Lekin bu muhim emas. Biza любой kompyuterda ishlab bo'ladigan narsalarni o'rganib o'tamiz hozir. Demak, birinchi navbatda ko'radiganimiz 3D Max'ni o'zi ichini strukturasi bilan, interfeysi bilan tanishib olsak. Birinchi bu yerda 4 ta oynamiz bor. Bular bizani tomonlarimiz, ya'ni proyekt chizib olaman. Bu bizani perspektivamiz, bu ustundan ko'rinish, bu oldidan ko'rinishi, bu altdan ko'rinish ekan, bu chap tomondan ko'rinish, bu esa perspektiva ko'rinishi. Men perspektiva ko'rinishida ishlashga o'rganganman, shuning uchun biz hozir ekranimiz 4 ta bo'linib turibdi. Buni bir butun ekran etib ishlasak ham bo'ladi. Bu uchun biz Alt W knopkasini bosamiz yoki mushtagina knopkani bosamiz. Xohlagan proyeksiyamizga o'tib, shu mushtagi knopkani bossak, shu proyeksiyani katta ekranda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hozircha proyeksiyani perspektivaga o'tamiz. Keyin bu tomonimiz bizning menyumiz, command panel deb aytiladi. Bizning asosiy funksiyalarimiz hammasi 3 tomonda joylashadi. Hamma funksiyalarni ishon tomonda bajaramiz. Xo'p, ustunda esa toolbar deb aytiladi. Bu toolbarda bize ko'p ishlaydigan funksiyalar joylashgan. Masalan, surish, aylantirish va hokazo bularni hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, chap tomonda esa Corona renderer. Biza bu kurslarda, intensiv kurslarda Corona rendererga giramiz. Corona rendererni datani kursi boshlanganda o'tib chiqamiz, xudo xolasa. Demak, interfeysning asosiy qismi bilan tanishib oldik. Endi keyingi ko'radigan narsamiz, xudo xolasa, obyektlarni chizish. Xo'p, demak, primitiv chizib olamiz. Hozir bir choynikni o'chiraman. Choynikni o'chirish uchun mishkan chap tarafini ustiga bosaman. Hozir ustiga mishkan olib borib tursam, sariq bo'lib yonadi. Boskarimdan keyin ko'k bo'ladi. Ya'ni bu choynikni belgilarimizni bildiradi. Delete'ni bossam o'chadi. Endi yana bu yerda menyumiz bor. Menyuda box degan primitivni ustiga bosamiz. Bu ko'k bo'lib yonadi. Keyin buni chizish uchun mishkani chap tarafini bosib turib tortaman, yuvarmang. Keyin bu boxni asosini chizishni boshladi. Keyin o'ng tarafdagi bu yerga qarasak, bu yerda bizga parametrlar chiqib turibdi. Ya'ni 2 sm etib chizatirgan. O'zlarimizga kerak razmerni qo'yib olgandan keyin mishkani yuvaramandan keyin mishkani tepaga qarab yuritaman. Ya'ni endi bu boxni balandligini chizishni boshladi. Balandligini bu yerda meni parametrlar o'zgarib turibdi. Balandligini chizib qolamizdan mishkani yana bir marta bossam boximiz chiziladi. Boshqa primitivlar ham shunday chiziladi. Sfera olamiz, mishkani bosib turib tortamiz, chizadi. Konus bosib turib tortamiz, chizadi. Va hokazo. Xo'p, endi kerakmagan primitivlarni o'chiramiz. Bizlar hozir shu boxni o'zi yetadi. Xo'p, keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa navigatsiya. Ya'ni biza shu пространствоda, ya'ni shu maydondan chatib harakatlanamiz. Agarda mishkani o'rtasidagi bir rolikni bossak, mishkamiz qo'l aylanadi va biz bu kamerani tarqatishimiz mumkin. Agar buni to'lasak, oldinga to'lasak yaqinlashadi, orqaga to'lasak uzoqlashadi. Endi agarda Alt degan knopkani bosib turib, mishkani o'rtasini bossak, atrofida aylanishimiz mumkin shu boksimizni. Ya'ni qaysi obyektni belgilab qo'ygan bo'lsak, shuni atrofida aylanadi. Keyin yana bu e'tibor bersangizlar, bu yerdan bir kubik bor. Bu kubik bizani yana bu faylimiz bilan boksimiz bilan birga aylanib turibdi. Ya'ni biz bu bilan ham aylantirishimiz mumkin. Va ma'lum bir dalara tomonlara o'tishimiz mumkin. Masalan, buni yana ustuna bossam, mana kubni ustidan ko'rsatadi. O'ng tomondan bossam, o'ng tomondan ko'rsatadi. Chap tomon va hokazo. Shu yerda ishlatib aylantirsam bo'ladi buni. Bundan tashqari yana bu yerda menyusi bor. Yana perspektivada bosib qo'ydik. Shu yerga kirsak, bu yerdan ham o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, ortografiya, top ustidan ko'rinishi, front, left va hokazo. Shular bilan o'tsak bo'ladi. Undan tashqari yana menyuga bossak, bu yerda
knopkalariga o'zida, agar kimgadir knopkada ishlash udobniy bo'ladigan bo'lsa, masalan, F knopkasini bossak oldindan ko'rsatadi, frontal ko'rinishdan, T knopkasini bossak ustundan, L knopkasini bossak chap tomondan ko'rsatadi. Demak, bularni ko'rdik. Xo'p, endi obyektlarni harakatlantirishni o'rganamiz. Xo'p, boshdan yana bir ikki dona tuzib olaman primitivlarni. Masalan, sfera, to'r, konus. Xo'p, demak, obyektlarni harakatlantirishni bir nechta yo'li bor. Harakatlantirishni o'rganishdan oldin boshqa bir knopkani o'rganamiz. Bu Q knopkasi, K ya bo'lmasa, yana bu select object degan knopka. Bunga bosamiz. Buni chatadi. Bu obyektlarni tanlashda yordam beradi. Ya'ni biz tanlagan vaqtda obyektni K ni bosib qo'ysak, yana sanab boraman, sari bo'lib yanadi, mishkani bosaman, ko'k bo'lib belgilanadi. 2-3 obyektni belgilajak bo'lsam, control degan knopkani bosib turaman, yonidagilarni belgilayman. Tanlagan obyektni o'chirajak bo'lsam, alt ni bosib turaman, ustuna bossam, yana o'chadi. E'tibor bersangizlar, qaysi obyekt belgilansa, davraganda shuni ko'k chiziq chiqadi. Xo'p, demak, Q knopkasi tanlash ekan. Keyingi knopkamiz W knopkasi. W demak bosaman, bizda shuning strelkalar chiqdi. Bu koordinata strelkalari. Buni pivot point deb aytiladi 3D Max'da. Ya'ni X, Y, Z geometriya fanida o'tgan bo'lsangiz, shuning koordinata o'qlari bor. Demak, W knopkasini bosamiz, yoki yana bir strelkaga bosamiz va biza tanlashim obyektni surishimiz mumkin. Ya'ni ishlatib suramiz. Mishga e'tibor berib turamiz. Mishkani olib borsam ustuna 4 tomona strelka chiqdi. Va yana bu qizil strelkam yondi. Ya'ni bu degani men shu strelkani bosib tursam, X o'qi bo'yicha harakatlantirib bilaman obyektni. Demak, Y ni ustuna, yashilni ustuna olib boraman, strelkam 4 li bo'lib turibdi. Agar 4 li bo'lmay turgan bo'lsa, mana bu turgan bo'lsa, surib bo'lmaydi mana yana. Surib bo'lmaydi. Demak, belgilaymiz, ustuna olib boramiz. Y o'qi bo'yicha surish mumkin, Z o'qi bo'yicha surish mumkin. Xolasak, yana X, Y ni o'rtasida bu yerda 4 burchakcha bor. Shura bossak, X, Y o'qi bo'yicha surishimiz mumkin. X, Z yoki X, Z, Y o'qlari bo'yicha surishimiz mumkin. Xolasak 3 koordinat o'qi bo'yicha surishimiz mumkin, lekin bu tavsiya etilmaydi. O'sha uchun yana bunga bosib suramiz. Lekin bunda obyektimizni nera surib turganimiz noma'lum bo'lib qoladi. Demak, surishni o'rgandik. 3D Max'da razmer odatda rol o'ynamaydi. Masalan, men shu boksni chala bana surganim odatda ahamiyatli bo'lmaydi. Masalan, to'shni sferani yoniga qo'yajak bo'lsam, taxminan akka qo'yaman. Bo'ldi. Ya'ni razmerlar bu yerda muhim emas. Agarda razmer muhim bo'ladigan joy bo'lsa, biz chatib razmerda suramiz. Bu uchun pastda yana bu knopkani bosamiz va qaysi o'q bo'yicha surajak bo'lsak, shunga yozamiz. Masalan, X o'qi bo'yicha, masalan, 50 sm surajakman. Bosaman. 50 sm oldu. Y o'qi bo'yicha, masalan, 10 sm surajakman. Z o'qi bo'yicha 25 sm. Xo'sh, shuni ayttirib surishimiz mumkin. Keyingi buyrug'imiz aylantirish. Aylantirish uchun dapada bu aylantirgan strelkaga bosamiz. Select and rotate ya bo'lmasa E degan knopkani bosamiz. Bundan ko'rtirsa, 3 xil rangda sharlar chiqadi. Buni aylantirishimiz mumkin, yana aylantirishimiz mumkin. Lekin aylantirgan vaqtda e'tibor bersangizlar, bunda dapada sara bo'lib turib, buni chegarasi aylangan chiqib turibdi. Masalan, 40 gradus, 39, 36 va hokazo chiqib turibdi. Odatda buni aytirib aylantirish neudobniy. Ya'ni arxitekturada va dizaynda buni noto'g'ri ugullab bo'lmaydi. Demak, Ctrl Z bosamiz, kubimizni avvalgi holatiga keltiramiz, Ctrl Z, yo bo'lmasa yana bu yerda bosamiz. Keyin yana bu yerda magnitimiz bor. Angle snap toggle. Agar shunga bosib qo'ysak, obyektni aylantirgan vaqtimizda e'tibor bering, 5, 15, 20, 25 bo'lib turib, 5 gradusda aylanib qo'yadi. Bu narsa udobniy. Bizlar demak bu yerdan magnitni yoqib o'chirishimiz mumkin, yo'qsa A degan knopkani bossak, yonib o'chadi. Bu narsalarni hammasini konspekt etib olib borsangizlar, imtihonda konspektni kelishga ruxsat beramiz. Demak, keyingi buyrug'imiz masshtablashtirish. Masshtablashtirish knopkasi R yo bo'lmasa, yana bu knopkaga bosamiz. Xo'p, demak, bunda mana 3 xil strelka chiqdi. Demak, X o'qi, Y o'qi, Z o'qi, va hokazo. Xalasak XZ, YX va hokazo shu bizga aytsak bo'ladi. E'tibor beramiz, R knopkasini bosganimiz, bu yerda yana bosamiz. R knopkasini yana bir bossam, bu o'zgaradi. 3 xil varianti bor. Masshtablashtirishning ish varianti bizlarga to'g'ri keladi. Demak,
Qolgan yana bir ikki varianti bizlere doğru gelmeydi. Demek bunda koyamızdan demek masraflaştıramiz. Y oku, X oku, Z oku boyunca masraflashtirish mumkin. Xo'p, ba'zi vaqtlarda shunday bo'ladi. Belgilagan vaqtimizda o'zi mishkani bosib turib tortsam, mana 4 burchak hudud chiqadi. Belgilasa, mana shu 4 burchak hududning ichidan nav girsa, shularning hammasini belgilaydi. Bosib turib tortaman. İçine yarımı giremiyor, to'liq girer, shularni belgilaydi. Ba'zi vaqtlarda shu 4 burchagimiz muhtemelen bo'lib chiqishi mumkin yo boshqacha ramlarga bo'lib chiqishi mumkin. Bu da ham o'zi belgilashning shu 4 burchak bo'lib chiqishini har xil yo'llari bor. Masalan, uchun berak kelaman, ishkani bosib turaman. 4 burchak, tumalak, ixtiyoriy shakl, lasso va hokazo har xil turlari bor. Odatda bizlar eng udobnisi 4 burchak. Mabodo agar 4 burchak belgilagan yerimiz tumalak o'zgarib ketsa, beri gelamiz, mishkani bosib turamiz, yana beri qaytaramiz. Ya bo'lsa, 40 knopkasini bir 3-4 marta bosib qo'ysangizda, yana beri 4 burchak holatga keladi. Shu bilan bir xil poложениyaga kelamiz. Keyingi masalamiz, demak, biz aylantirish bo'yicha magnitni ko'rdik. Endi obyektlarni joylashtirish bo'yicha magnit. Hozir yana bu obyektlarni hammasini belgilayman. Hammasini belgilash uchun yana bir yo'li bor. Ctrl va A knopkasini bossak, hamma obyektni birdan belgilaydi. Delete ni bosib o'chiraman. Keyin bir dana box chizamiz. Yana bir box chizamiz. Xo'p, endi shunday masala. Masalan, men ina bu boxni, shu burchagini kelib ina bera qo'yishim kerak. Ina shu burchakka qo'yishim kerak. Men buni ixtiyoriy kelishim qiyin. Endi vaqtni chataman. Tepadan 3 ta qo'ydi, bu magnit. Uni S knopkasi bilan ham eksakt bo'ladi. Demak, S ni bosamiz yanadi. S ni bosamiz o'chadi. Magnit ishlatishdan oldin uni nastroykasini to'g'rilab olishimiz kerak. Nastroykasini to'g'rilash uchun shuni ustuna mishkani o'ng tarafini bosamiz. Keyin birinchi snaps bo'limini grid point, vertex, midpoint yonib turishi kerak. O'z 3D Max toza ustanib ketganda ko'rish grid point yonib turadi. Demak, biz ham bitishga qo'yamiz, midpoint deb bitishga qo'yamiz. Keyin options bo'limini o'tamizdan enable shape angle constraints ni ham enable axis constraints shu ikkisini bitishga qo'yishimiz kerak. Demak, bular bitishga qo'ygandan keyin uni x ni bosib chiqamiz. Endi obyektni demak ish o'rnini bera qo'yishim kerak. Birinchi o'chatda qaranglar, e'tibor beramiz. Hozir x oki bo'yicha, masalan, x okini ustiga mishkani bosib tortsam, bu x oki bo'yicha harakatlanadi, y ni ustiga kelsam, y bo'yicha harakatlanadi, to'g'rimi? Men hozir buni bu burchakini berak kelish uchun menga 3 ok bo'yicha harakatlanishi kerak. Demak, bu uchun ina shu strelkalarning o'rtasini mishkani bosib qo'yaman. Fiksatsiya bo'ldi. Hozir 3 ok bo'yicha harakatlanadi bu boksimiz. Demak, yana bu shuna mishkani kelaman. Yodlaringizda bo'lsa, mishkamizni davragina 4 tona strelka chiqsa, bu surish buyruqini o'tgan bo'ladi. Bu durishda surib bo'lmaydi. Inamda 4 tona strelka chiqsa surib bo'ladi. Demak, shu mushuna mishkani kelaman, mishkani bosib turib surib ekib bera qo'yaman. Demak, mushu to'shni bir-biriga to'g'ri keldi. Endi agar bu musha qo'yacak bo'lsam, demak, men x, y okini yoqib qo'yaman, fiksatsiya etib, demak, o'rtasiga bir marta mishkani bosaman. Fiksatsiya bo'ldi. Endi mushuni kelaman, mishkani bosib turib, tartib ekib bera qo'yaman. Demak, men bir ok bo'yicha ham tortsam bo'ladi. Masalan, x okini olaman, x ok bo'yicha tortib berak kelishim mumkin. Endi pivot point haqida gaplashamiz. Pivot point shu strelkamiz bizning. Ya'ni strelka yana baylantirish, masofalash qurasi hammasi shu narsa pivot point deb aytiladi. Bu obyektimizning og'irlik markazi desam ham bo'ladi. Demak, men aylantirgan vaqtda e'tibor bersanglar, shu pivot pointga nisbatan aylanadi. Biz buni joyini o'zgartirib bilamiz. Bu uchun chitamiz, qaranglar. Bu yerda plusning yonida, bu yerda iyerarxiyada ham bo'lim bor, shuni aytamiz. Keyin effect pivot pointga bosamiz. Keyin W ni bosib turib, pivot pointni joyini o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, magnitni yoqib qo'yib, to'shni ham shunda qo'yamiz. Demak, yana o'chiramiz effect pivot pointni. Shu bilan pivot point shunda qoladi. Ya bo'lmasa buni bosib turib, to'shni obyektni o'rtasiga qo'ysak bo'ladi. Shuni yo'llari bor. Demak, hozircha bera qo'yib turamizdan, masalan, bu nova kerak bizga. Masalan, biz eshikni ochib qo'yacak vaqtimizda pivot pointni shuni o'rtadan bera qo'yib, eshikni ochishimiz mumkin. Misol uchun, bunday vaziyatlarda kerak bo'lib qoladi. Demak, transformatsiya o'zimdan 3D Max bilan tanishish bo'yicha birinchi darsimiz xudo xolasa tamom bo'ldi. Va nihoyat endi ikkinchi darsni ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi darslar o'zimman bu qisqa darslarimizga men vazifa bermadim, lekin o'zlaringiz vazifa etib mavlonlar bir yasab ko'rsangizlar bo'ladi. Masalan, stul, mebellar, har xil narsalarni yasab ko'rsangizlar bo'ladi. Men darslarni qisqa etish uchun ham tezroq imtihonga tayyorlash uchun vazifalarni bermadim, lekin ko'proq shug'ullansangizlar o'zlaringiz yaxshi.
Demak, sizlarni keyingi darsda kutib qolamiz.